Bugun sizlar bilan kontratseptiv dori vositalari haqida gaplashamiz. Keling avvalambor o'zimni tanishtirsam, men Go'zal Ahrarovna, 15 yillik stajga ega ginekologman. Hozirgi kunda ko'pchilik ayollarimiz kontratseptiv dori vositalarini qanday ichishni va qaysi paytda yoki bo'lmasam uni har bitta ayol uchun har xil va nomdagisini tanlab buyurilishini bilishmaydi va o'zlari o'rtoqlaridan, dugonasidan maslahat olib, aptekadan olib ichishadi. Bu afsuski noto'g'ri. Sababi har bitta kontratseptiv dori o'zini yaxshi tarafi, ya'ni homiladorlikdan saqlaydigan yoki bo'lmasam ayol kishiga nojo'ya ta'sir ko'rsatadigan tarafi bor. Shuning uchun albatta har bitta kontratseptiv vositalarni ginekolog maslahatidan o'tgandagina qabul qilishingiz zarur bo'ladi. Emizikli ayollarimiz uchun alohida dorilar, tug'ruqdan keyingi yoki bo'lmasam emizikli bo'lmagan ayollarimiz uchun ham alohida nomdagi kontratseptiv dori vositalari bor. Agarda bu dorilarni siz o'z vaqtida va strelkasi bo'yicha ichmasangiz, sizda keyinchalik hayz qonini ko'p ketishiga yoki bo'lmasam hayz siklini buzib yuborishiga olib keladi va bundan tashqari u homiladorlikdan saqlamaydi agarda noto'g'ri ichilgan bo'lsa. Bundan tashqari miomasi, adenomiozi bor ayollar uchun ham kontratseptiv vositalarni tanlovi muhim hisoblanadi. Sababi bunday dori vositalar mioma yoki adenomiozni ko'paytirib yuborishiga va ayolda qon ketib qolishiga sabab bo'ladi. Agarda siz homiladorlikdan saqlanish uchun spiraldan qo'rqib, spiral qo'ydirmasdan shu kontratseptiv dori vositalarini tanlagan bo'lsangiz, hozirgi zamonaviy meditsinada spiralning o'rniga qo'ldan qo'yiladigan implanon ham chiqqan. Bu implanonni afzallik taraflari o'sha siz qo'rqadigan ginekologik kresloga chiqilmaydi va og'riqlar ham bo'lmaydi. Bu qo'lga qo'yiladi. Afzallik tarafi siljib qoldi, tushib qoldi yoki bo'lmasam buni ustidan homilador bo'lib qoldi degan narsalar bo'lmaydi. 100% sizni homiladorlikdan saqlaydi. 3 yildan 5 yilgacha homiladorlikdan 100% saqlaydi. Bundan tashqari implanonning yaxshi tarafi buni yangi turmush qurgan oilalar uchun, hali homiladorlikni plan qilmagan, ya'ni rejalashtirmagan oilalar uchun ham tavsiya beramiz. Qo'yish jarayoni ham mutlaqo og'riqsiz va 2 minut oralig'ida bo'ladi. Buni albatta ginekolog ko'rigidan o'tgandan so'ng qo'ydiring. O'z boshimchalik bilan esa qo'ydira ko'rmang. Shunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.